Ha. Nim bo'ldi Ashxon? Ha, balang saldigan xatni silib etgansizlar? Shu balning adresini tushirib qo'ymay deb adresini qulam ching tutib olgandim. Ha, nim bo'ldi? Xatni bo'ron uchirib olib qochdi. Yo'q, ash qilsa. Buchaq xat tegib bo'pti degina balig'imda olsa. Hey, bu men seni pochtaxonaga silib aytsam, men opirib bo'ronga silib keldim xatni. Afsaytaxon. Ha. Endi qanday qilamiz? Qanday qilamiz deganni? Ay xotin desam bu nimay mahallikilning hammasiga mening o'g'lim degan Urumchi tijorat qiladi. Sizlarga o'g'itib aytmaysan, aqlay deb ketdi. Endi o'g'lim o'g'it kechikib qolsin qani. Nima qilsam o'zim qilib chatqim yo'q endi. Bu degan yana. Haras, Afsaytaxon. Abalnachi adresini bo'ron uchirib olib qochgan bilan Urumchiga yotqinancha telefonning adresi bor emasmi? Telefonning adresi? Telefon nomeri-da. Oy, shunday demdim-ya. Ha, telefon nomeri. Hey, bu telefonning nomeri bo'lgandan sen ataydan necha kilometr yo'lni menib, pochtaxonaga borgandim, telefon bilan so'zlashib turgansan bunda. Oy, badem. Ba'zan pochtaxona telefon so'zlashishni shunda jiqkan. 20 kun ujrat to'sam navbat tegmay yinib keldim. Qanday qilmanda? Asliga shu sharoitimiz bo'lsa, bu telefon degan narsamiz uyimizda bo'lgan bo'lsa, bak yaxshi bo'ladi. Shu televizorlarda vaydisi vay, nexavdisi nexav deyishib ketsa. Eliqi chatalliklardagi halov desa alov deyishib ketsa. Bas suratlarim ajoyib bo'lib ketishmadi. Ay, Afsaytaxon. O chatalliklarning halov degan nemisiga u? Madadni. Halov degani assalomu alaykum degan gapi. Afsaytaxon, unda xo'jalik alo degan nemisi? Tishliqmi degan gapim ham teki. Shuni bilmaydi. Hey! Biz sim tashlashimiz. Sen? Ha, qaranglar. Ma, nayerdi keli? Kiraydigan qiz sim tatvatga o'xshaydi. Voy Afsaytaxon. Bo'yog'i 2 metr egiz stolbidek bo'lg'achqa silni. Shu bağlab qo'yaylik-da. Nədiki bağlaydigan gap bu? Bağlaydigan ikkimiz xotin bağlaymizmi? Kelinglar qilgansizlar. Assalomu alaykum. Voy, kelsa. Men sim tatvatganda men pochta telegraf idarasidan keldim. Tativasi. Tasla. Nim bolla? Seni stolga qo'shib qo'ying. Oyey, ma bo'g'moqning gaplarini. Abul pul telefon ko'taryapti. Telefon ko'taryapti. Telefonni ko'tarmay minib kelsalam tayyor. Qiziq gap qildi ekan. Unda telefonni ko'taryapti qana. To'g'ri. Bayatın sizlar pochtaxonaga berib, o'chirib saqlab 20 kun to'sam navbatim kelmadi degan tonlar. 3 tonla kelib qolgan bo'lsa telefonni mushaga ketgan o'xshaydi. Qaraganda buni, eliqi yalangoyoq doktor deb o'ymay mulozimat qilgan shunda doktor. Shundami. Voy, unda o'zi telefonni qo'lda ko'taryapti qamsa. Bu degan eliqi ko'taray yurib so'zlashadigan daguda telefon o'xshaydi. Daguda telefon. Ay, adam, unda daguda telefon degan narsalarni-chu, televizorda ko'rgandim, kichik qorong'lik, minchilik bo'ldigan-ku. Bu ashtamda. Unda shu arenchisi. Men ko'rdim, men qip qizil olgandan keyin bu ayolchisi. Voy, qo'yinglar Afsaytaxon. Bunun ayolchisi, arenchisi tishi ek bo'lamdi, qiziq. Deydiganda xotin, xotin. Ma dunyodagi barliq mavjudot maxluqotlar bor, hammasining akkichisi bo'ladi. Bu telefonning ham akkichisi bo'lmanda. Asli hayotimda yo'q. O'zing o'chirib turgan bo'lg'achqa shu qizilga kelgan gap. Men bo'lgan bo'lsam qarshi edi. Aka, men telefonni nega bitmas? Nega qo'yamiz telefonni? Nega qo'ysa bo'laverdi ekan, bizning oyda o'g'ri yo'q turaverdi. Demakchi o'g'lim, nega qo'yib qo'yamiz deyman, nega bitadigan gap buni? Bizga bo'ldi, bizning gapimiz qisqa afkam. Eg'ir ko'ramizlar. Tutsa biz so'zlashib birdan tikitamiz. So'zlashga bak aldirab ketsizlar. Shunda. Mening boshqa telefon bekitadigan ishim bor yana. Meni ulab bo'lgandan keyin sizlar oldirmay o'tirib kecha bir kunda so'zlashsa bo'laveradi. Uyevka, bu telefon
Keçem gündüz özleşemdi o. Ha, bu sizlarniki. Oy bu sizlarning do'sti, qanday bizni oldu? Yo'q, bu sizlarniki. Chaqchaqimni afkam siz xatalashib qolibsiz. Biz demak Men chaqchaqimni deyam. Sizlar men bizniki pochta telegraf idora qilamiz, shu uyga telefon bekitadigan uchun pul to'lab turgansizlar-ku. Manda desizlar, offsaytdaxon, manda desizlar. Men ma uyning adimimi emasmi? Har qanday ish olsam bir bamasdat ish silib, manda bir gap silib, uniki qilmamsizmi? O'zan g'ippidan berib, pochtaxon bir munch pul to'lab qo'ygan. Nima soldi endi u? Nima bo'ldi? Men nima zati? nima davrizda? Ha? Qilmatgan gapini. Endi bir o'g'limga xastalatdim, uni qilatam, buni qilatam deb pulni sen to'lab kelib, endi menga atvatamsan? Men mana. Aka baqarsizlar. Sizlar ismlari Absaytaxonmi deyman. Ha. Ana nima deydi o? Absaytaxonmi deydi ana? Gap qilsak komissiyadan to'labdimiz hadi. Deydi Sizlar ismlari Ashxonmi? Ashxon. Haydara. Ha? Mening ismimni beshik xatiltib qo'yib, men ishni baldirab qutlaydiganman. Ha? Men emas, dadisi bu. Ems kim o? Ems ma balama? Fikr so'tirayotgan bizim pulni. Ya bunda gap emas. Aslında Ürümçi ticaret qildigan bir o'g'illar vardı. Nima aytasizmi? Yelak Absayit. Yelak Absayitjon. Shu men uyga telefon bekitib berish uchun bizdan idoraga pul vatib ekan. Shunga men telefonni bekitib o'taman. Sizning balama? Ha, sizning bola. Voy bolam! Bu pulni sen bilsangmadi damitdilar. Bo'ldi, xotin, bo'ldi. Bu bola ashunda bizga bir ko'mchan bola bo'ldi. Bo'ldi. Yig'lavramsa, bu bola bizga bir ko'yindigan obdan bola bo'ldi, xotin. Uni bilamiz, mushta bolada yana bir 7-8 to'qqa etsam, Fikam. Bu nechpulka? 1300 koy. Bizman 300 koyma? Ha, 1300 koy. Azam bor. Azam deganni. Fikam abi, bu bizman 300 koy deganga o'g'ni chiqib aqoq o'tganmanda, ha? O'g'o shunda aka. Bu haqiqatan azam. Baş şehirliklerin bağı 3500 koy o'rnatadi. 3500 koyga? Ha? Şehirliklar 3500 koymuş telefon o'rnatamda. O'rnatadi, hozir nachiq o'rnatadi. Aqara. Biz shahar telefonisiga 3500 koyga, yez telefonlarına e'tibor ba'da 1300 koyga o'rnatamiz. Bu nayt azam bu. Nima foydasi yo'q bundan? Men balani ko'rdingmi? Ha? Ishki to'xtab futib pulni mana bunda buzib ketib, nima foydasi yo'q nimalar o'rnatadi? Bo'lmadi aka. Hozir degan uchur davri. Ha? Uchur davri? Endi uchur davrida 1300 ko'ymishda uchur tandiq bas. Bakaslar, bu uchur davrida pulni uchirib degan gap emas. Pulni joy-joy obdan xajlar degan gap. Bu mushundaq davrda bu telefon degan bag'i hamma oilada bo'lish tegishli narsa. Buning roli nihoyatda. Ha, qanday? Masalan, sizlar shu uyda o'tirib bag'i dunyoning hamma yerida bevosita so'zlashalaydi. Aka boli. Bo'atmidi bu rost gap. Masalan, sizlar qarshi tarafning telefon nomerini bilmay qolsizlar. Xo'shabdan so'rayman? Ha. Xo'shabdan so'rash hojasiz. 114 nomerga gatchili telefonsizlar birdan nomerni deb birdan emasman. Telefon o'zdanda? Ha, o'zdaydi. Voyjo. Undan keyin masalan, sizlarning uyiga o't ketib qolsa, og'zingizga tosh tuproq fikam. Menda gapni qilmoqchiman. Na, tushunig'iz bor ekan. aka demoqchi-ku, endi misolga, masalanga o't ketib qolsa demoqchi. Men hozir dedim, fikam sizning og'zingizdan o't ketib qolsa degan gapdan boshqa chiqmadi, o't ketmay qolsa degan gapni chiqmamda. Ha, ma'qul, masalanga demoqchi-ku, endi o't ketmay qolsa 119-nomerga telefonsingiz o't o'chirish atrofidagi darhol kelib o't o'chiradi. Yiliqi chiqiradigan mashinadami? Ha, shu qizim mashinada. Ondan keyin yana uyingizga o'g'ir kelib qolsa. Ayftamay, o'tgandicha kirib qoldi. Masalanga demoqchi-ku, endi o'g'ir deganda bir qatam, ikki qatam kirdi degan bo'lmaydi. Masalanga o'g'irlarga rizqim bo'lib ketibdi-ku. Shunga men o'g'ir kirib qolgandek bo'lsa, darhol 113-nomerga telefonsizlar, saqchi darhol hozir bo'ldi. Mushtaq alayliklar chiq buning. Nihoyat ko'p. Fikam. Buni demak, ay, nam tegadigan gapni qila.
Qara. Aşı muş uyda o'tirib. Pochtaxonaga bormay turib, bizning ash o'rimchilik o'g'allar mush telefondan so'zlashganlarda. Bo'ldi. Albatta bo'ldi. Men simni ulab qilayman, birdan so'zlasha olayman. To'xtatibsizlar, men simni ulab olay. Nima deydi mabalar? Rostmash kepa. Rasamma yolg'on gap qilamdi ekan. Pochtaxona bo'lsa ya. Chiqtiraylik ko'ramiz. Ha, bitta aka, endi so'zlashsin. Hozir uzoq bo'ldi, ha? Jin, ha? Jin, chatoq yo'q. Bismillahirrahmanirrahim. Vay! O'g'lim, hilak apsaytning yatqima. Ha? 30 sekunddan qaytib turam. Xotin, bu bizning balning yatqida bir qiz balning ovozi chiqyapti-da. Bal izib qolgan bu ekranlar. Mana. Vay balam bu. Dadisi. Bir xanzu qiz bola chiqdi. Mana hali uyg'ur qiz bola. Vay to'xtab turoladi. Akila. Sen shoshon deganda gapni qilyapti-da. Sen shoshon? Anlab beqana xanzu. Nada? Mana 30 sekunddan qayta uring dedi mana. Vay mana xanzu anlab beqalani. Xanzu qiz bola ekan, xanzu qiz bola. Obdan bo'ldimi? Nima bo'ldi? Obdan bo'ldimi? Men sana balını şehirge evetmeyli. Balı kızlık ol desem unumaysa. Bunun kişiye 1-20 yaşta balısı olsa karab durmuş kızım oldu yatkına girip attı. Muşunda kakemeydi annemenin tuğum. Açıqlarda yaba qilmay, makasni men gap qilayim. Men makasni. Balı yaxşı olsa. Sildiyim. Eski sos mendimma. Mendimi dedi. Manda qarashlar bo'lmada gap. Bayatın qarab tursam, men telefonning nomerini basmillasizlar. Bu telefonning nomerini basmasak qanday mangadi bu? Mangdi hozir. Mang'an bilan mishta telefonning nomerini basmasak ya xato besib solsak mishta ovoz chiqdi bu. Telefonning avtomatik uskunasidan chiqqan ovoz bu. Telefonning avtomatida? Telefonning nadim avtomat bo'lsin, avtomatik uskunasi deyapman aka. Afkanali undavasi bizning o'g'li qanday edi buni? Nomer bormi? Nomer bormi? Ha, bor. Ha, nomerni akasida. Hey, nomerim. Mana emas, anında. Mana. Şu. Ha, şu. Mushu shu'g'i? Ha, şu. Hozirlam olamiz ya buni qarab turib. Vay! Ha, ilak apsaytma? Apsaytchan sizlar? Ha, ilak apsaytchanmi? Ha, men pochta telegraf idorasidan. Men sizlarning uyga bekitilgan telefonni hozirlam bekitib qo'ygandim. Shunga men sizlarga dab qo'yay deb men da'vatman. Hozirlam bekitib qoldim. Akasafka. Vay! Hey, sen balamma. Hey, balam ilak Ekranlar. Vay, ne sana diyeyim ha? Balam. Bu sen mi balam? Ne mi dedin bana? O olmay umutemse. Cin tutturma dersin ama balam bilen bir sözleşim olay. Canım balam. Kanda havalar yakıştırıp otamsa. Dadamı semirip akırıp yakışmak kaldı balam. Menden ben sırma canım balam ben pek yakıştırdım. Oğuzum seni çişem kaptı kendime. Çişlerim bozulum. O tarafım karsan sen yok. O tarafım karsan sen yok. Hey, azma kulağında telefon yok. Bu yok dedi. Bu kulağında telefonlamasan bana kadar gördü ki. Canım balam. Beni körərdimsən. Anladım səni. Anlatamsın balam İləkcan. Hə, balam, raz qotunmalarında xatırcam boğan, raz kəşdib kökçücü örsü qılmaq etdim. Ləppət kelib bir yer gidersin balam başlaqdım. Ay! Bu şəhərdə kökçücü örsü neymi qılı dəvə? Onu deyəm ki, ələkdə kavabdır xamiyə yeymiş. Mənim qulamda bir tamaq yemdi gidiyor. Balde. Vey, balamma. Balam, rahmet. Sen bizge telefon örtüp veripse. Biz ben hoş olduk balam. Eras. Sen bilen görüşkendek olduk canım balam.
Elaqı, ma ana qarama bizning mahallikilidan. Azraq elaqı aqo'g'it pul yig'ib qo'yapti-ki. Bolam. Pulning elaqı adresini pulni selibtay desa. Ma bugun ma apang pulning elaqı xatning adresini yuttirib tutdi. Yo'q, jinim balam bo'ron olib qochdi, balam bo'ron. Aqchibdi. Shunga sen pulni bugun selaversan, yo'q o'g'itni. Pulni biz aytib joylab sep beramiz. Ha? Balam. Qandig'idan? Elaqadakdan. Ha? Xotin, elaqı o'g'itning xalsini chiqinglar. Nima qilasizlar? Ma bala ko'rsatmasa qanday oladi bular? Chiqolmayapsiz. Tutdi. Tutdi, ha? Absaytaxon, o telefondan xaltasini, bu telefonni qanday ko'ra oldik-ki? O'g'itdan xaltasini, sizga gap qilman deb. Mana seni bilmam deb chaqchaqib baqqan. Ya buni kalsasa dedingda, ha? Jinim bolam. Sen xotirjam bo'lib, elaqi menda 400 xatlikni avasanglar bo'ldi, elaqi qara xatlikchi, uqdingmi? Sen balaringdan xotirjam bo'l. Biz bog'ning matarifiga qara. Sana yo'q, o'zim bilan selavatdik. Ras balam qizilishik va yo'q. Nimada atkashlik qilganda ma'vo? Mening balam bo'g'atki menmi? Mening bo'lmam deb seni o'z mening emasmiki? Ya, urushqamda balam biz chaqchaqlashyapmiz. Balam. Balam, sen xotirjam ish vaqtini qilayver. Ma'qul. Bu telefonni o'rnatib berib bizga bak obdash qilding balam. Bu haqiqatan yerim diydarkin emasmi bu? Xuddi sen bilan ko'rishgandek bo'ldim. Xotirjam bo'l. Heliq balnima, obdan mehmon qilamiz. Unchalik jiq gap qilmay, oldin unalg'u. Anang unalg'u deb kitib bordi, azaraqni bir aytib bera balam, ha? O'pdindim. Mangana. Men haqvaya to'lsilkima olishman meni. Ma'qul. O balni obdan mehmon qilamiz, obdan rozi qilamiz, sen xotirjam bo'l. Jinim balam, o'g'deriz partisdan birini olg'ach kelganchima balam. Qo'y bo'ldi. Nima dadang va sen bilan bekchiq so'zlashib ekan, Xudoyim omonatsin, Xudoyim topshirdim. Yana ko'rishib turamiz, jinim balam. Xo'sh, Xudoyim omonat, xo'sh. Xudoyim omonat. Uyey. Qani bala? Qani? Fikmay. Uyime choy damlab, obdan bir tomoq etayotgandim. Evet, kitpamam da, çim tutulmay meymanı. Tanqat çıkın. Turun ha.